Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga mandarin ko'chatlarimizni narxlari bilan obzor qilib bermoqchimiz. Bu ko'rib turgan Teplitsalaridagi deyarli barcha daraxtlarimiz mandarin daraxtlari hisoblanadi. Mana bugun 5-iyul sanasidagi holatlari, mevalarini ko'rinishlari mana ko'rishlaringiz mumkin. Bizda mandarinlarda har xil sortlari bor. Erta pishar, kech pishadigan, mevasini ham hajmi yirik bo'ladigan, mayda bo'ladigan, urug'li, urug'siz, har xil hajmli mandarin sortlari bor. Eng asosiysi barcha sortlarimiz o'zimizning O'zbekiston iqlimiga yaxshi moslashadi. Mevasi maza, shirin bo'ladi, serhosil bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar mevalarning ko'rinishlari. Endi savol bo'lishi mumkin, bu daraxtlarda mevasi nimaga kam hosili degan. Buni sababini ham aytib o'tib ketamiz. Chunki biz teplitsalarimizni vaqtida ochmaymiz ustini. Asosan iyun oylarini o'rtalarida ochamiz. Sababi teplitsalarimizda chetdan keltirilgan yangi niholchalarni parvarish qilamiz. Bu mandarinlarimizdan payvand qilingan, yangi payvandlangan ko'chatlarni adaptatsiya jarayonlari ketadi. Ya'ni issiqda, dimda bularni rivojlanib olgungacha saqlaymiz. Shuning uchun bu mandarin daraxtlarimiz rosa gullagan paytda teplitsalarimizni usti berk bo'ladi. Shuni hisobiga bular dimda gullarini to'kib yuboradi. Ora-orada mana kechroq gullab qolganlari, sal soyaroqda qolganlari mana ko'ryapsizlar, mevaga aylanib qoladi. Asosiy gullari to'kilib ketadi. Agarda bularni ustini vaqtida ochib, yaxshi sharoit qilib berilsa, hosildorligi o'ta yuqori bo'ladi. O'zimizda to'liq tajribadan o'tgan faktlarni sanab o'tyapmiz. Pastdagilar mana bular hammasi ko'chatlari. Bularni yutuq tomoni hammasi bular tuvakda ko'chatlarimiz. Xohlagan payt bularni olib borib yerga ekish mumkin yoki tuvaklarda parvarishlash mumkin. Narxlariga keladigan bo'lsak, ko'chatlarimizni 100 ming so'mdan boshlanadi. Mana shunaqa hajmli ko'chatlarimiz 100 ming so'mdan boshlanadi. Bunaqa hajmlilari mana 120 ming so'mdan mana 2 yoshli ko'chatlar juda sifatli ko'ryapsizlar. Bunaqa hajmlilari mana 150 ming so'mdan mana ko'chatlarimiz sifati zo'r. Xohlagan payt bularni yerga eksa bo'laveradi. Eng asosiysi ishonchli, sifatli ko'chatlar sortiga, hosil berishiga, maza shirin chiqishiga javob beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamimiz 99 kodi bilan 740 40. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.